Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun imzolangan edi. Unga asosan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer va binolarga kadastr hujjatlari berila boshlandi. Kuni kecha Oltinsoy tumanida ham 59 nafar fuqaroga mulk va ijara huquqi berildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Mamlakatimizda inson sha'ni va qadr-qimmati, huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlari oliy qadriyatga aylanib bormoqda. Prezidentimiz tomonidan imzolangan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun ham bu yo'nalishdagi islohotlar ijrosida muhim hujjat bo'ldi deyish mumkin. Mazkur qonun bilan Surxondaryo viloyatida ham 170 nafar fuqaro o'z yer va uylariga egalik huquqini oldi. Aytish kerakki, qabul qilingan qonun bilan Oltinsoy tumanida 60 nafarga yaqin fuqarolar mulk huquqiga ega bo'lishdi. Endilikda ular ham kadastr hujjatlarini rasmiylashtira oladi. Fuqarolar tomonidan e'tirozlar bo'lardi. Eskidan yashab kelgan uy-joy turar joylarda ular hadya qila olmasdi, meros ishi ochila olmasdi. Tuman soliq bo'limlarida 3 karra soliqlar hisoblanishi fuqarolarga juda ham muammolar tug'dirgan. Fuqarolarimizga mana yig'ilishlarda ham, seminarlarda ham, tadbirlarda ham tushuntirildi. Davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qilishadi. Biz o'zimiz belgilangan tartib bo'yicha davlat ro'yxatidan o'tkazib egalik huquqini beramiz. 2025-yilda bizga 9 ta mahalla reja grafik asosida tuzib berilgan. Bu bo'yicha 4-mahallani tugatdik. Mana 5-mahallaga xatlov ishlarini olib boryapmiz hozirda. Tumanning Bo'ston mahallasida yashovchi Mamasobir Shukurov ham uzoq yillar davomida mulk huquqi yo'qligi tufayli xavotirda yashab kelardi. Uning aytishicha, 1997-yildan buyon uy-joy uchun zarur hujjatlarning mavjud emasligi, yashab turgan joyga ro'yxatga qo'yish imkoniyati yo'qligi kabi muammolar oilani eng ko'p o'ylantirgan tashvishlardan biri edi. Bugun ushalmasdek tuyulgan bu orzu amalga oshganidan ular nihoyatda mamnun. Qo'shimcha qurilishlar qilib, qaytadan kadastr hujjatlarini amalga oshiramiz deganda murojaatlarimiz amalga oshmagan, rad etilgan. Mana yerga egalik qilish huquqi, mulkka egalik qilish huquqi berilyapti. Bizning konstitutsiyaviy huquqlarimiz tiklanyapti. Mana meni qo'limda Xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashining qarori turibdi. Mana shu qaror asosida kadastr hujjatlarimiz qo'limizga beriladigan bo'ldi. Oldin soliq 3 barobar to'lagan bo'lsa, hozir 1 barobar miqdorida to'laydigan bo'ldik. Mana bizlarda imkoniyat paydo bo'ldi. Kreditlardan foydalanamiz. Uyda oldi-sotdi qilishimiz mumkin. Meros qoldirish huquqlariga ega bo'ldik. Buning uchun prezidentimizga rahmat. 28 yildan beri yashagan bo'lsak, mana 28 yillik sarsangarchilik mana orqada qoldi. Ta'kidlash lozimki, mazkur qonun fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalariga nisbatan ijara huquqi va ularda qurilgan uy-joy, boshqa bino va inshoot yoki ko'chmas mulk obyektlariga nisbatan mulk huquqi rasmiylashtirilishi uchun huquqiy asoslar yaratdi. Bu esa yangi O'zbekistonda inson qadri tamoyiliga mos bo'lgan adolatli, insonparvar islohotlarning uzviy davomidir.